Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taoloning go'zal ismlari va oliy sifatlari bilan mana shunday o'zini uyida nurli chehralarni jamlagani kabi oxiratda ham o'zining karomat hovlisida sizu bizni birga jamlashligini Alloh taolodan so'raymiz. Va mana bu jamlanishimizni o'zi rozi bo'ladigan jamlanishliklardan tarqalishligimizda esa Alloh taoloning ilm halaqalarini qidirib yuruvchi farishtalar bizlarga qarata: "Ey Allohning bandalari, endi o'rninglardan turaveringlar, vaholanki sizlarning gunohinglar endi kechirilindi" degan majlislardan qilishligini so'rab suhbatimizni boshlaymiz. Imom Navaviy rahimahullohning Riyos Solihin kitobidan qilayotgan darsligimiz 6-bob taqvo bobiga kelib to'xtagandik. Muallifimizdan Alloh rozi bo'lsin va rahmatiga olsin, boblarning hammasini hozir qalbiy ibodatlar haqida kelyapti. Chunki qalb to'g'rilansa, a'zolar ham nima qilinadi? To'g'rilanadi. Qalb buzilsa, a'zolar buziladi. Motor ishlamasa g'ildirak aylanmaydi. Muallifimiz ko'proq o'zini e'tibor nimaga olgan? Qalbiy amallarga, ibodatlarga e'tibor bergan. Va o'tgan darsdagi darslik bilan bu darslik o'rtasida ham nihoyatda qattiq bir nima bor, bog'liqlik bordir. Taqvo so'zini ko'p eshitamiz. Taqvo degani o'zi nima? Nima deb o'ylaysizlar? Taqvo degan oshxona bor. To'g'rimi? Nima deb o'ylaysizlar? Nabay? Allohdan qo'rqib ibodat qilish, bu ham yaxshi. Yana nima deb o'ylaysizlar? Gunoh qilmaslik. Xo'p. Halol narsalarni yeyishlik. Hamma o'zi tushunganini qiladi-da. Aybi yo'q. Bu aytganinglar hammasi ham to'g'ri. Taqvo so'zi arab tilidagi lug'aviy ma'nosi vaqa so'zidan kelib chiqqan bo'lib, saqlanishlik degan ma'noni bildiradi. Istilohiy ma'nosi haqida bizga birinchi ta'rifni sahobalar bergan ekan. Abdullah ibn Mas'uddan so'rashgan ekan. Taqvo nima deganda? Allohning toatida bo'lib, Allohning azobi bilan o'zingiz o'rtangizga to'siq qo'yishligingiz bu taqvo degan ekan. Qarang, ana tushuncha. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu dan so'rashgan ekan. Taqvo nima desa, u kishi juda sodda tushuntirgan ekan. Qarang, tikonli yo'lda yurganmisiz degan ekan. Ha, yurganmiz desa, qana yurgansiz degan ekan. Ba'zan oyoq uchida, ba'zan tikondan nima qilib chetlanib, tegib ketmaslik uchun deganda mana shu taqvo degan ekan. Ya'ni harom, shubhalik narsalardan nima qilishlik, saqlanishlik, bu taqvo degan ekan. Taqvo akamiz aytgandaqa bitta yeydigan narsada emas. Hamma narsada, hamma shariat undan mahzur qilgan, ogohlantirgan narsalarning hammasidan saqlanishlik va Alloh buyurgan amallarni qilishlik, bu nima hisoblanadi? Taqvo hisoblanadi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda eng ko'p buyurgan, targ'ib qilgan, chaqirgan, undagan, maqtagan bu taqvodorlardir. Mana shu taqvo haqidagi va taqvoga taalluqli bo'lgan oyatlar Qur'oni Karimda nihoyatda ko'p ekan. Unda Alloh subhanahu va taolo ba'zida maqtab, ba'zida targ'ib qilib, chaqirib kelgan ekan.
158 oyat bor ekan taqvo haqida. 47 ta hadis bor ekan, 8 ta asar bor ekan taqvo haqida. Endi muallifimiz to'xtab o'tgan ba'zi bir hadislarga, taqvo haqidagi hadislarning ba'zilariga to'xtab o'tamiz. Birinchi odatiga binoan u kishi nimani keltiradi? Oyatlarni. Oyatlar nihoyatda ko'p. Bu oyatlarning hammasini keltirishlikka nimamiz yo'q, vaqtimiz yo'q, ba'zilarigagina to'xtab o'tamiz. Alloh taolo chaqirdi va buyurdi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih." Ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar. Fattaqulloha mastata'tum. Qodir bo'lguninglarcha taqvo qilinglar. Targ'ib. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan taqvo qilinglar va to'g'ri gapni gapiringlar. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kim Allohdan taqvo qiladigan, qo'rqadigan bo'lsa, o'zi turgan tor o'rindan bir yo'l ochib qo'yadi, bir torlikdan. Keyin bo'lsa o'ylamagan joydan nima qiladi? Rizq beradi. In tattaqulloha yaj'al lakum furqana va yukaffir ankum sayyi'atikum va yaghfir lakum. Vallohu zul fadlil azim. Agar Allohdan taqvo qiladigan bo'lsanglar, Alloh sizlarga hujjat barpo qiladi va sizlarning gunohinglarni kafforat qiladi, kechiradi va sizlarni kechiradi. Alloh fazlu karami keng bo'lgan zotdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdi: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, odamlar ichidagi eng hurmatligi kimdir?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atqohum, ularning taqvodori dedi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu haqida nima deydi? Innama akramukum indallohi atqakum. Allohning oldidagi eng hurmatlinglar taqvodorlar. Aytmadi, farishtalar demadi. Payg'ambarlar demadi. Domla imomlar demadi. Hojakalar demadi. Kim dedi? Taqvodorlar. Mana shu sifatdagi egalar bo'lishi bo'lmasa ham, bo'lmasligi ham mumkin. Lekin taqvo egasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham Alloh taolo yuqoridagi lavozim egalari demadi. Dunyo egalari demadi, balki taqvodoringlardir dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duolarida taqvoni so'rardi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duosida shunday derdi: Allohumma inni as'alukal huda vat tuqa val afafa val ghina. Ey Alloh, men sendan hidoyat, taqvo, iffat va behojatlikni so'rayman derdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oxirgi vasiyati ham taqvo bo'ldi. Abu Umama Suddi ibn Ajlan al-Bahili aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xayrlashuv hajjida shunday deyotganini eshitdim. Vasiyat qilyapti butun xaloyiqqa. Ittaqulloh. Vasiyatining eng birinchisi nima bo'ldi? Allohdan qo'rqinglar, Allohdan taqvo qilinglar. Va sallu xamsakum. 5 vaqt namozinglarni o'qinglar. Ramazon oyida ro'zanglarni tutinglar. Molinglarning zakotini ado qilinglar. O'zinglardan bo'lgan boshchilarga itoat qilinglar. Robbinglarning jannatiga kirasizlar. Eng birinchi ish nima? Taqvo. O'zi haqiqiy taqvo qilgan odam uchun nima kerak yo'q?
vasiyat aslida keragi yo'q. Taqvoni endi asta-sekin hayotdagi hamma o'rinlardagi taqvoni asta-sekinlik bilan va uning foydalarini asta-sekinlik bilan nima qilib o'tamiz? Bayon qilib, Allohning izni bilan o'tishlikka harakat qilamiz. Allohga haqiqiy taqvo qilgan odamlarni Alloh taolo o'zi qo'llab-quvvatlab, o'zi qiynalib turgan joydan yo'l ochib qo'yar ekan. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kim Allohdan haqiqiy taqvo qilsa, o'zi kirib turgan tupikdan, shuni tarjima qilsak, tupikdan nima ochib qo'yadi? Yo'l ochib qo'yadi. O'ylamagan joydan rizqini keltiradi. Talaba vaqtimiz bir hojaga savol berib qoldi. Domla, bizda haliyam ba'zi bir johiliy amallar bor. O'shalardan bittasi zaks qilish dedi. Haliyam bor shu yomon. Bizi bir ulfatimiz bor. Biz ham bu narsani tushunmay yurgan vaqtimizda shu ulfatimiz o'g'limizni zakisini qilib bergan. Katta bir to'y qilib zakisini qilib bergan. Endi biz shu bo'lmaydi bu shariatda. Endi bo'lmaydi desak, ular unga unashmaydi. Shuni o'rniga men har qanaqa mebel, garnitur, har qanaqa narsani ortig'i bilan berishga tayyorman. Tushundim uni. Yana ertaga hajdan qaytyapman. Lekin ular u narsani tushunmaydi. Bo'ladi-ku shunaqa. To'g'rimi? Hozir ongi shunaqa bo'lgan odamlarga buni qo'ying. Buni o'rniga isrof qilmay boshqa narsa oling desangiz, ular ko'nishmaydi. Odamlar nima deydi deyishadi. Men endi shu vaqtida meni o'g'limni zakisini shu qilib bergan. Endi men borishimga u quda bo'lib qo'ygan, to'y boshlanay deb turibdi. Men uning nimasini qilib berishim kerak? Zakisini qilib berishim kerak. Nima qilaman domla dedi. Biz mana shu oyatni o'qidik. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan haqiqiy qo'rqadigan bo'lsa, o'zi qiynalib turgan joydan bir yo'l ochib qo'yadi. Va o'ylamagan joydan rizqini beradi dedik. Siz Allohdan so'rang. Haqiqiy bu ishlardan tavba qilganingizni Allohdan qabul qilishligini va bunga bir yo'l ochib berishligini so'rang dedik. Bu kishi uncha qanoatlanmadi. Lekin vallohu alam domlani baribir aytganini qilgan bo'lsa kerak, biz kelganimizdan keyin mehmon qilib chaqirdik. Bizi esimizdan ham chiqib ketgan ekan. Domla hali aytganingizdaqa bo'ldi dedi. Nima desam aytib berib eslatdi. Nima bo'ldi desam, biz hajdan kelgunimizcha og'aynimni onasi og'irlashib qopti dedi. Bular to'yni tez qiladigan bo'lib qopti. Shu bilan bizni uydagilar chiqib, endi bizni zakisimizni siz qilib beruvdingiz, biz qilib beraylik desa, nima deyapsan? Qanaqa zakis? Xo'jayinlar, dadanglar nimada bo'lsa, o'zi hajda bo'lsa, sizlar nima qilardinglar? Bo'ldi, hech qanaqa zakis boshqa narsa yo'q. To'yni tezroq o'tkazib olaylik deb men kelgunimcha to'yni o'tkazib yubordi dedi. Keyin men aytganimdaqa o'sha zakisga ketadigan sarf xarajatlardan ortig'i bilan uyini to'ldirib mebel qilib berdim dedi. Qarang, ozgina Allohdan qo'rqdi har ikki kishi o'tirib. Shuni qilib qo'yadigan bo'lsam nima bo'ladi? Shuni qiladigan bo'lsam gunoh bo'ladi deb ozgina qo'rquvdi. Alloh taolo uning boshidagi musibatga yo'l ochib berdi. Bu ozgina qo'rqqanida. Lekin shu gapni aytganimizda u kishi uncha nima qilmadi? Qalbi bilan ishonib ketgani yo'q. Ammo oyatda aytibdiki, "Va may yattaqillah." Kim Allohdan haqiqiy qo'rqadigan bo'lsa deyapti.
Muhammad ibn Zuhri bu kishi ma'lum, obid, olim, zohid, tobiin, muhaddis olimlardan. Yana yonida ikkita shunaqa bu kishilar kimlardan? Buxoriylar bu kishilardan bir-birlaridan ilm olgan kishilar. Uchta Muhammad, yana ikkita sherigi esimdan chiqib turibdi. Ular ilm tahsil qilib yurib hech narsasi qolmaydi. Endi tolibi ilm butun kuchini, vaqtini nimaga bergan? Ilmga bergan. Ularga tushib turadigan stipendiya ham yo'q bechoralarga. Bu vaqtlarda uydan chiqib ketsa bo'ldi, yillar o'tadi. Bilasizlar, Buxoriy 12 yoshida chiqib ketgandan keyin necha yoshida qaytadi Buxoroga? Adashmasam 60 yoshidan keyin qaytadi Buxoroga. Bu kimlar tirik, kimlar shu Alloh yo'lida hamma narsasini sarf qilgan bo'ladi. Hozir bolamizni 3-4 oyga, 3-4 yilga berib yuborsak, o ishni kim qiladi deymiz. Xullas Muhammad ibn Zuhri o'zining sheriklari bilan hech narsa topmay qoldi. Keyin bular aytishdi, endi so'raymiz, boylardanmi chiqib so'raymiz dedi. Muhammad ibn Zuhri aytdi, ammo men so'ramayman dedi. Sizlarni bir narsa demayman dedi. Hali ikkovlari ham bu kishining sobit turganini ko'rdi-da, nima qildi? So'rashmadi bular. Bular och qolib ketishdi. Ertasiga, indiniga, 3-kuni eshigini bir kishi qattiq taqillatyapti. Nima ekan deb eshigini ochsa, shu shahar hokimidan elchi. 3 ta Muhammad shu yerda turadimi dedi. Bo'lmasa bular g'arib, musofir. Ha shu yerda turadi. Podshoh sizlarga mana uni berib yubordi. 3 kundan buyon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushida ko'rar ekan. 3 ta Muhammad bir xonada qolib ketdi-yu hech narsasiz deb bir patnis tilla berib yubordi. Kim taqvo qilsa o'ylamagan joydan nima qiladi? Rizqini yetkazadi. Lekin shuni yaxshi bilaylik, sabablarini qilish kerak. Rizqni yetkazadi deb ba'zi bir jamoatlarga o'xshab yotib olishlik islomda yo'q. Bularning iymon darajasi shu darajaga yetgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu qiyinchilik askari deb nomlangan bir askar yuborayotgan vaqtda dunyosining hammasini olib kelib berdi. Islomda dunyoning hammasini infoq qilib olishlik nima emas? Mumkin emas, undan qaytarilgan. Alloh taolo agar ular infoq qiladigan bo'lsa, molining hammasini infoq qilib yormaydi, hammasini ushlab ham qolmaydi. Lekin mana shu o'rtasida infoq qiladi deb maqtaydi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiqni radhiyallohu anhu ni mana shu holatdan nima qildi? Maqtadi. Nima uchun? Chunki u kishining iymoni shuni ko'tara oladigan darajada deydi ulamolar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu davrida Madinaga bir toifa odamlar keldida, biz rosa tavakkul qiladigan odamlarimizda dedi. Qana tavakkul qilasizlar dedi. Biz Allohga shunday tavakkul qilamiz, Alloh o'zi yetkazaveradi dedi. Qana yetkazdi degandi. Bu yil hajga kim bilan chiqsa ekan deb hech narsamiz yo'q, yo'lda hech narsa olmagandik dedi. Bir burdan non ham olmagandik dedi. Shunday o'tirdik, mana karvon kelib qoldi, hajga ketyapti ekan, o'zi bilan qo'shib oldi. Tuya ham bor, suv ham bor, ovqat ham bor, talqon ham bor ekan dedi. Umar ibn Xattob kuldida, sizlar tavakkulchi emas, sizlar og'irlatuvchi qavm ekansizlar dedi. Tavakkul qiluvchi hamma narsani nima qiladi? Sabablarni qilib turib, keyin tavakkul qiladi. Uni o'z darsimizda inshaalloh nima qilamiz? O'tamiz. Bir kishi Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu ning oldiga keldida, menga bir vasiyat qilib qo'ying deganda, siz mendan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan men so'ragan narsani so'rayapsiz. U kishidan menga vasiyat qiling deganimda,
sizga Allohdan taqvo qilishlikni vasiyat qilaman. Chunki u har bir ishning jilovidir deb aytdilar dedi. Islom taqvo qilishlik deganda mutlaq dunyoviy narsalarni tashlab yuborishlikdan qaytardi. Ba'zi odamlar taqvo deganda bozorga chiqsangiz taqvo qila olmaysiz deydi. Bola chaqa ko'paysa taqvo qila olmaysiz. Davlat ishida ishlasangiz taqvo qila olmaysiz deydi. Bu narsalar hammasi nima? Noto'g'ri. Musulmon kishi bozorga ham borish kerak. Rost gapirish kerak. Aytyapti, sotayotganda ham, olayotganda ham mana shuni o'zi nima hisoblanadi? Taqvo. Ishda ham ishlash kerak. Bola chaqani ham ko'paytirish kerak. Buni hammasi nima? Taqvo va ibodat hisoblanadi. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu aytadi. Bu hadis bolalari haqida kelgan ekan, ammo Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ayollarining bittasining oldiga 3 toifa odamlar keldi. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uydagi ahvolini so'rashdi. Qarang, sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashishlik uchun hamma holatini bilishlikka harakat qilishgan. Bu Oysha onamiz bo'lgan. Oysha onamiz oldiga kelib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kechasi qana o'tkazadi, uyda holat qana bo'ladi deb so'ragan. Hamma qiladigan ishini xabar bergandan keyin go'yoki ular uni oz sanashdi. Ka'annahum taqalluha, bu amallarni ular oz sanashdida ba'zisiga aytdi, qayoqda biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetsak dedi. U kishi o'tgan va kelajak gunohlari kechirilgan bo'lsa, mana shunaqangi amal qiladi-da dedi-da, ularning bittasi aytdi, ammo men dedi, kechasi hargiz uxlamayman, namoz o'qib chiqaman dedi. Ikkinchisi aytdi, men umrbod roza tutib chiqaman dedi. Uchinchisi aytdi, endi men ayollarga yaqinlashmayman, uylanmayman dedi. Nima uchun aytdi? Taqvo, ya'ni Allohga shu bilan nima qilmoqchi? Qurbat hosil qilmoqchi. Endi shuni yaxshi bilishimiz kerak. Bu hadis ham taqvo bobida keladi, ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashishlik bobida keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dunyoda taqvodor odam edi. Bu kishidan ko'ra nima yo'q? Taqvoli kishi yo'q edi. Hozir o'zi aytadi bu gapni. Shuning ham u kishiga ergashishlik uchun shunchalik darajada biz ichimizda har qanaqa taqvo qilamiz, men obid, zohid bo'lib ketdim deganlarim hali bu gapni aytgan emas. Kechalari tunim bilan namoz o'qib chiqaman, kunduzlari boshqasi roza tutaman, men shu uylanmay turib, ayollarga yaqinlashmay turib ibodat qilaman deganni bu asrda hali eshitganimiz yo'q. Lekin bular mana shu bilan taqvoni hosil qilishlikni xohladi. Va qaytib ketishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylariga qaytgandan keyin onamiz bo'lgan voqeani aytib berdi. Shunaqa odamlar keldi. Sizning ichkaridagi hamma holatingizni so'radi, hammasini aytib berdim dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotda yashiradigan hech narsasi yo'qdi. Tashqarisi ichkarisi bilan, ichkarisi tashqarisi bilan. Uydagi tashqaridagim bilan, tashqari uydagim bilan hammasi oydin ochiq edi. Hozir shu yerda o'zimdan boshlab shu yerda o'tirgan hamma ayta olamizmi ichkaridagi narsani yo qalbimizdagi narsani? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shunaqangi o'zi ham rostgo'y, amali ham rostgo'y, uyda ham, bozorda ham hamma narsasini ko'rsatib beradigan darajadagi. Keyin u odamlar shuna deb ketishdi deb. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam botil narsani eshitsalar rozi bo'lib o'tirmasdi bizga o'xshab. Darrov nima qilardi? Uni inkor qilardi.
minbarga chiqdilar. Odamlarni chaqirdi. Hamma keldi. Keyin aytdiki, menga yetdiki, sizlardan ba'zinglar kelib dedi. Mana bu yerda odobni qarang. Masjidda, jamoatchilik o'rinda hech qachon odamlarning ismlari aytilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatidan edi. Menga xabar keldi, ba'zi odamlar shunaqa qilyapti ekan deb. Yo'inki sizlardan ba'zinglar shunaqa qilibsizlar. Bu bunaqa deb aytardi. Hech qachon ismni nima qilmasdi? Aytmasdi. U kishining odobi, axloqi shunaqa edi. Va bu har bir imom, vaiz, boshchi oilada ham xuddi shunaqa. O'rnak bo'ladigan amaldir bu. Men dedilar, menga xabar keldi shuna debsizlar. Ammo Allohga qasamki, men sizlardan ko'ra Allohdan ko'proq qo'rquvchi, sizlardan ko'ra Allohdan ko'proq taqvo qiluvchiman. Lekin men roza tutaman, og'zimni ochib ham yuraman. Namoz ham o'qiyman kechasi va shu bilan bir qatorda uxlayman ham kechasi. Ayollarga uylanaman. Kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, mening ummatim emas dedi. Demak, taqvo degani bozor o'charni nima qilishlik, yig'ishtirishlik, dunyoviy ishlarni to'xtatishlik, yo'inki nima qilishlik, ayollarga uylanmaslik degan gap emas. Taqvo ana shularni ko'paytirishligi bilan birga taqvo qilishlik, bu haqiqiy taqvo mana shunda bo'ladi. Islom dini odamlarni tog'u toshga chiqib ketib, yo'inki bugungi kundagi nasoralar kimlar? Xristianlar qilayotgan amalga o'xshash butxonani ichiga yashirinib olib turib, ayollarga uylanmay hayotini o'tkazishlikdan qaytargan. Balki qancha yigitlar uylanish yoshi kelgan vaqtda darrov nima qilgan? Uylaninglar degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga bir kishi keldilar deydi Anas radhiyallohu anhu. Men safar qilmoqchi edim. Meni bir safarga tayyorlab vasiyat qilib qo'ying deganda, Alloh sizni taqvo bilan kuch-quvvatlab safaringizni taqvo bilan zod rohatlantirib qo'ysin. Yana biron narsa aytsangiz deganda, Alloh gunohlaringizni kechirsin dedi. Ota-onam sizga fido bo'lsin. Yana aytingchi deganda, sizga qayerda bo'lmang, yaxshilikni ko'paytiraversin dedi. Ya'ni eng birinchi aytgan narsa safarga ketayotganda ham nima bo'ldi? Taqvo bo'ldi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni mendan kim mana bu kalimalarni oladida o'zi amal qiladi yoki boshqa kishilarga o'rgatib qo'yadi dedi. Shunda Abu Hurayra radhiyallohu anhu men ya Rasululloh dedilar sallallohu alayhi vasallam. Mening qo'llarimdan oldida 5 ta kalimani aytdi dedi. Men xohlardim mana shu darsimizdagi asosiy o'zak bo'lgan hadisimiz mana shu bo'lishligini. Shuning uchun ham yaxshilab tinglanglar, yodlanglar, eslab qolinglar. Hech bo'lmasa hayotingizda bir marta bo'lsa ham amal qilishga harakat qilinglar. Aytdilar. Alloh harom qilgan narsalardan taqvo qiling. Eng obid insonlar ichidagi eng obid kishi bo'lasiz dedi. Demak, harom narsalardan saqlanishlik nima bo'lar ekan? Obid inson bo'lishga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, Alloh sizning taqdiringizga, nasibangizga bergan narsadan rozi bo'ling, eng behojat inson bo'lasiz. Ya'ni taqdirimga shu bitgan ekan deysiz, bo'ldi, eng katta behojat inson bo'lasiz. Uchinchisi, qo'shningizga yaxshilik qiling, mo'min bo'lasiz dedi. Qarang, subhanalloh. Qo'shningizga yaxshilik qiling, mo'min bo'lasiz dedi. To'rtinchisi, o'zingizga yaxshi ko'rgan narsangizni odamlarga ham yaxshi ko'ring,
shunda musulmon bo'lasiz dedi. Beshinchisi, ko'p kulavermang, ko'p kulishlik qalbingizni o'ltirib qo'yadi dedi. 5 ta. Eslab qolinglar va harakat qiling. Shulardan eng birinchisi nima? Taqvo, Allohning harom qilgan narsalardan qo'rqishlik, eng katta obid inson bo'lasiz dedilar. Bir kuni bomdod namozidan keyin u kishi bizga qattiq mau'iza qildi deydi Irbod ibn Sariy radhiyallohu anhu. Shunday bir mau'iza qildilarki, qalblar erib, ko'zlardan yosh chiqib ketdi odamlarniki. Shunda bir kishi bu go'yoyinki xayrlashuv mau'izasiga o'xshayapti. Bizga nimani vasiyat qilasiz deganda u kishi aytdilarki, Allohga taqvo qilishga vasiyat qilaman. Keyin esa agarchi sizlarga habashi bir qul kishi boshchi bo'lib qolsa ham unga quloq solib itoat qilishliginglarni vasiyat qilaman. Chunki sizlardan qaysi biringlar mendan keyin yashaydigan bo'lsa, ko'p ixtilof kelishmovchiliklarni ko'radi. Sizlar yangi o'ylab topilingan ishlardan ehtiyot bo'linglar. Sizlardan avvalgilarning adashligi mana shunda bo'ldi. Mening va Xulafay Roshidin Mahdiyinning sunnatini mahkam ushlanglar, oziq tishlari bilan mahkam ushlagani kabi dedilar. Taqvo insonlar uchun hamma holatda nima bo'ladi? Najot bo'ladi. Sizlardan avvalgi deydi Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizlardan avvalgi ummatdan 3 kishi safarda yo'lda yurib ketayotgandi. Qattiq yomg'ir yog'di. Ular bir tog'dagi g'orga kirib olishdi. Jala yomg'ir katta harsang toshni g'orning eshigiga olib kelib tiqib qo'ydi. Ular qancha harakat qilishmasin, tosh o'rnidan jiljimadi. Keyin ular ba'zisiga aytdi. Qaranglar, shu Alloh uchun xolis qilgan amalinglar bo'lsa, shuni eslab Allohga duo qilaylik. Ajabmaski Alloh bizga boshimizga tushib turgan bu musibatdan najot bersa dedi. Ularning biri aytdi: Ey Alloh, o'zing bilasan, mening qarib qolgan 2 ta ota-onam bor edi. Ayolim bor edi. Yosh farzandlarim bor edi. Men tuya, qo'y, chorvalarimni, sigirlarimni boqardim. Agar boqib keladigan bo'lsam kechqurun, ularni sog'ardim. Birinchi farzandlarimdan avval ota-onamni shu sut bilan to'ydirib, keyin farzandlarimga berardim. Avval arablarda, endi hozir bilmadik, erkaklar sog'ardi. Sog'inni erkaklar sog'ardi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ham uyda o'zi sog'ardi. Xalifa bo'lgan kuni ayoliga cho'risi aytdi, bugun sog'masa kerak dedi. Chunki xalifa bo'ldi. Nima qilamiz dedi. Kutamiz dedi. Ayollar qarang, ishingiz ko'p demaydi, bari kutib turadi. Shun bilan kutishdi. Umar ibn Xattob hech narsa bo'lmagandaqa avvalgidaqa keldida, Alloh rozi bo'lsin, bechora Umar ibn Xattob kelib darrov sog'di, shu sog'inchi o'tib ketdi. Xo'p. Bir kuni dedi, uzoq joyga o'tlatishga ketib mollarimni. Qaytib kelsam kech bo'lib ketdi. Ota-onam uxlab qoldi. Mollarni sog'dim. Avval soqqanimga o'xshash. Sutni olib keldim. Ota-onamning boshida turdim. Ularni uyg'otgim kelgani yo'q, uxlayotganida. Ulardan avval farzandlarimga ham sutni bergim kelgani yo'q. Bolalar bo'lsa, oyog'imning atrofida ovoz chiqarishib mendan sut so'rab turishdi. Men o'z odatimni o'zgartirmay mana shunday turdim, hatto bomdod vaqti kirdi.
Bomdod vaqti kelganda ota-onam o'rnidan turdi, ularga sutni birinchi berib, keyin bolalarimga berdim. Ey Alloh, sen bilasan, mana shu ishni sening roziligingni, yuzingni xohlab turib qildim. Bizni boshimizga tushib turgan bu musibatdan bizga najot ber dedi. Hatto osmonni ko'raylik dedi. Alloh taolo ularga boshiga tushib turgan musibatni yengillashtirdi. Tosh o'rnidan qo'zg'aldi, lekin ular nima qilmaydigan, sig'maydigan darajada. Bu ham katta aslida ne'mat. Hozir bo'lsa o'zbeklarda bir maqol bor. Men bolam desam, bolam nima deydi? Bolam deydi. Hozir qaytayotganda ota-onasi bilan yashayotganlar bu yerdagi markazdagi do'konlardan kechqurun bo'lsa ham 2 kilogramm olmani u yoqqa olib, boshqa paket bilan uyiga olib kelsa ham bo'laveradi boshqa nimada. Yo'q, unaqa emas. Paketdan keyin chip qilib ko'tarib olib kirib ketiladi u paket uyiga. Shuning uchun ham bir bola onasiga rosa yaxshilik qilar ekan. Onasi aytibdi, bolam, rahmat, shunchalik yaxshilik qilayotganingga rahmat, lekin sendan iltimos, shu yaxshiligingni uylanganingdan keyin qilsang degan ekan. Ikkinchi kishi aytdi, ey Alloh dedi, amakimning qizi bor edi dedi. Men uni kishi ayolni hayotda yaxshi ko'rgandan ko'ra ziyodaroq uni yaxshi ko'rardim dedi. Arablarda odatda nima? O'zining amakisining qiziga uylanish ularda odat. Vallohu alam Banu Isroilda ham shunaqa bo'lsa kerak. Chunki bu voqea nimada bo'lyapti? Banu Isroilda bo'lyapti. Men unga qancha marta odam qo'ydim, unamadi. Keyin qurg'oqchilik yili kelib qoldi. Boshiga ish tushib, qarz so'rab keldi. Men uni shu ishga chaqirdim, u unamadi, ketib qoldi. Ozroq vaqt o'tib, odamlar qiyin ahvolga kelib qoldi. Keyin u rozi bo'lib keldi. 100 dinarni tayyorladim. 100 dinar bu nima? 10 grammi, 15 gramlik nima? Oltin tanga. Dan 100 tasi. 10-15 kilogram oltin bo'lsa kerak bizchaga. Keyin bo'lsa hamma ish tayyor bo'lib, kishi o'zining ayolining, turmush o'rtog'ining birga bo'ladigan o'rniga o'tirgan vaqtimda, ey Allohning quli, Allohdan qo'rq, uzukning ko'zini o'zining haqqi bilan ol deganda, shu ishni qilmay o'rnimdan turib ketdim. Buni faqat sening roziliging uchun qildim deganda, bizni boshimizga tushib turgan bu musibatdan bizni xalos qil deganda, tosh qimirladi, ammo ular chiqib keta olmaydigan darajada. Uchinchi kishi aytdiki, Robbim dedi, men bir kishini ijaraga olgandim dedi. Ijaraga, ya'ni uyga, ishga. Bu kishi o'zining ishini bitirib bo'lgandan keyin haqqini beray desam, u olmay ketdi. Haqqi menda aylanaverdi. Shunday barakotli aylandiki, bir vodiy tuya, qo'y, sigir, echki, mol bilan to'lib bo'ldi. Bir vodiy. Keyin bu keldida, ey Allohning quli, Allohdan qo'rq, mening haqqimni ber dedi. Men mana bu vodiydagi mollar hammasi sening shu ishlagan haqqing dedi. U Allohdan qo'rq, ustimdan kulma dedi. Men kulayotganim yo'q dedim. U hammasini haydab ketdi. Bittasini ham tashlab ketgani yo'q. Ey Alloh, men buni sening roziliging uchun qildim.
bizni boshimizga tushib turgan bu musibatdan bizni nima qil, xalos qil deganda tosh qimirladi-da, u ochildi, g'or ochildi, ular yana yo'lda yurib ketdi dedi. Bu yerdagi uchov qilingan amal ham bunda ham xolislik bor, ham nima bor? Taqvo bor, Allohdan qo'rqishlik va istiqomat bo'lganligi uchun ham Alloh subhanahu va taolo ularga najotni berdi. Taqvodor odamni Alloh taolo a'zolarini saqlaydi. Taqvoning endi sekin nimasiga, foydalariga to'xtaylik. Taqvodor odamning a'zolarini Alloh taolo saqlaydi. Shuning uchun ham ihfazilloha yahfazuk. Allohning chegaralarini, buyruqlarini saqlab yuring. Alloh shunda sizni nima qiladi? Saqlaydi dedi. Mana shu hadisning sharhida Jamil Ulum val Hikam kitobida Ibn Hajar rahimahulloh keltiradi. Bir shaharga boruvdik. Shu yerdagi kishilar aytdiki, shahrimizdagi eng yoshi keksa otaxonni ko'rib ketinglar deb aytdi. Biz u kishini ko'rib ketaylik deb borsak, yoshi 100 dan oshgan bir oqsoqol o'tiribdi. Bu kishini oldida gaplashib o'tirdik. Yoshi 100 dan oshib ketganiga qaramasdan 4 michasi sog', ko'z qulog'i ko'rib, eshitib turibdi. Hamma yog'i butun sog'lom. Biz hayratda qolib, aqli zakovati qarab o'tirdik, bizga qarab, ha, mening shu yoshga kelib 4 mucham sog', o'zim shunday holatda turganimni ko'rib ajablanib turibsizlarmi? Dedi-da, endi bu yog'ini yaxshilab eshitib oling. Biz yoshligimizda bu a'zolarimizni haromdan saqlagandik, qariganimizda Alloh taolo bu a'zolarimizni kasal bo'lishlikdan saqlab berdi dedi. Biz yoshligimizda bu a'zoyimizni haromdan saqlagandik, qariganimizda Alloh taolo bu a'zolarimizni kasal bo'lishidan saqladik dedi. Keling shuni ozgina voqea hayotda ko'raylik. Agar shu kishi yoki boshqa odam ham yoshligidan sigaret chekkanida nima bo'lardi? O'pka ketardi. Birinchi javob shu. Bir yili bizni mana nimamizni nachalnik militsiyani oldiga kirib qoldik. Bir masjidda bir to'polon bo'libdi-da, u ham sizlardagi bu yerdagi masjid qurilayotgan vaqtda Ulug'bek domla telefon qildi, shunaqa boring deb, bir yordam qiling deb. Bordim, u kishi keyin Bovurjon molda aka keling dedi. Deb o'tirib, biz ham molda bo'lib qoldik dedi. Kun qayoqdan chiqdi, nima bo'ldi desam, domla deydi, men sigaretni tashladim dedi. Ha, yaxshi bo'pti-yu, nima sabab bo'ldi desam, bir o'lgan odamni ichidan bir narsa qidirishimiz kerak bo'ldi-da, morg o'likxonaga chiqdik dedi. Qornini yorib, a'zolarini chiqara boshladi dedi. Keyin dedi, shunday bir qora narsani chiqardi dedi. Rangi sumalaning rangiga o'xshash dedi. Sumalaning rangiga o'xshash. O'zi ham mana shu mushtumdan ham kichkina bo'lib qotib qolgan. U yetmaganda har xil narsalar undan aylanib chiqib ketgan. Biz o'yladik, biz qidirayotgan narsa mana shu bo'lsa kerak deb o'ylab, bu nima degandik? Nimani yoriyotgan kishi bu sigaret deb qo'yib qo'ydi dedi. O'pka shuna bo'lib ketar ekan. Agar inson mast qiluvchi ichimlikni ichsa, aqli ham ketadi, qon tomirlari ham ketadi, oshqozon ham ketadi, butun nimalar ketadi, bo'g'inlar ketadi. Shuning uchun ham mana barda yegan mol bilan barda yemagan mol, barda yegan mol
yillab tura olmaydi, 4 oyda oyoqlari qiyshayib ketadi. Barda yemagan mol yillab turaveradi. Alloh taolo mehribon zot bo'ldiki, barda aroqdan chiqayotgan nima? Atxot. Uni o'zini bandasi shunday zahar kabi yutib yuboryapsa ham umr beryapti. Bandam nima qilib qolar deb tavba qilib qolar deb turib. Kashandalik bilan shug'ullanganlar qani, aqlini yo'qotadi shu bilan. Hamma gunohlarni tekshirib ko'ring. Odamning umrini nima qiladi? Umrini qirqib tashlaydi. Mana shunaqa haromdan qo'rqib saqlagan odamni jasadini Alloh taolo nima qiladi? Jasadini Alloh taolo saqlab beradi. Shu bilan birga naslini ham nima qiladi? Naslini ham saqlab beradi. Kahf surasida Hizr alayhissalom bilan qaysi payg'ambar? Musa alayhissalom maşallah ikkovlari safar qilganligi haqida Alloh taolo bizga bayon qilgan. Ular safar asnosida bir qishloqqa kiradi. Qishloqqa kiradida ovqat so'raydi. Qishloq ahli ularga ovqat bermaydi. Lekin shunga qaramasdan ular shu qishloqda yiqilay deb turgan devorni yiqitib, qaytadan mustahkam qilib devor tiklab qo'yadi. Musa alayhissalom Hizr alayhissalomdan so'raydi. Bular ovqat bermasa ham bu devorni qilib qo'ydiga desa, bu nima? Devor yetim bolalarning devori. Devorning tagida ota-onasidan qolgan xazina qolgan. Farzandlar kamolatga yetib, balog'atga yetib, dunyoni o'zlari topib olgunga qadar Alloh taolo buyurdi, shu devorni qaytadan tiklab qo'yishligimga deydi. Katta yeganlardan keyin ba'zi sabablar Alloh taolo o'zi uni nima qiladi? Yo'llab qo'yadi shu yerga. Mana shu oyatning tafsirida Imom Qurtubiy aytadiki, agar deydi, ota taqvoli, salohiyatli inson bo'lsa, uning 7 muchasigacha Alloh taolo farzandini nima qilib beradi? Saqlab beradi deydi. Nafaqat farzandini, balki nimasini? Dunyosini ham saqlab beradi deydi. Chunki bu Kahf surasidagi Hizr alayhissalom bilan Musa alayhissalom ikkovlarining o'rtasida bo'lgan voqea bunga oydin yorqin nima hisoblanadi? Dalil hisoblanadi. Taqvo insonlar uchun duolar ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi. Har qanaqa narsada duolar ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi. Sa'd radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga keldida duo qiling dedi. Men duoyim ijobat bo'ladigan odam bo'lay dedi. Shunda ya Sa'd atib mat'amak tustajab da'vatak dedi. Ey Sa'd, luqmangizni halol qiling, duoyingiz ijobat bo'ladi dedi. Shu kundan boshlab Sa'd radhiyallohu anhu qaysi luqmani qayerdan nima sababli kelganini bilmasdan luqma ko'tarmaydigan bo'ldi. Natijasi shunday nimani duo qiladigan bo'lsa, duosi ijobat. Hatto kechasi tahajjud namoziga uni uyg'otadigan xo'rozi bor edi. Bir kun tursa bomdod bo'lib ketibdi. Ovozing o'chkira, kechasi qichqirmading dedi. Qichqirib turgan xo'roz tovuqdek qichqirmaydigan bo'lib qoldi. Shundan keyin onasi aytgan ekan, "Ey Sa'd, bugundan boshlab birovga qarshi duo qilmang" degan ekan.
Duolar ijobat bo'lishiga taqvo nima bo'ladi? Sabab bo'ladi. Alloh taoloning yana foydalaridan bittasi. Alloh taolo bu banda bilan birga bo'lishiga sabab bo'ladi. Alloh birga bo'lgandan keyin endi insonga nima g'am tashvish, nima qo'rquv. Alloh birga bo'lsa. Innalloha ma'alladina taqaw. Alloh taqvo qilganlar bilan birgadir deyapti. Innalloha ma'al muttaqin. Alloh taqvodorlar bilan birgadir. Alloh agar taqvodor kishi bilan birga bo'lsa, unda inson uchun mutlaq tashvish bo'lmaydi. Hadis qudusiyda Alloh taolo aytadi: Men bandamga yaqin bo'laveraman, bandam farz qilgan amallarni ado qilishligi bilan. Bandamga yaqinlashaveraman, bandam nafillarni ko'paytirishi bilan. Shu darajada yaqin bo'laveraman, uning ushlaydigan qo'li, eshitadigan qulog'i, yuradigan oyog'iga aylanaman. Agar menga bir ziro yaqinlashsa, men unga bir qarich yaqinlashaman. Agar menga yurib kelsa, men unga yugurib kelaman deydi. Taqvo insonlarni mana shunaqa Alloh bilan birga bo'ladigan amalga yetkazib qo'yadi. Taqvoning foydalaridan yana bittasi qiyomatda najot topadigan amal taqvodir. Taqvodorlar uchun tayyorlangan narsa ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, ko'z ko'rib quloq eshitish u yoqda tursin. Odam bolasining qalbiga tushmagan ne'matlar hozirlab qo'yilgan. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa va anaba va kawaiba atraba. Taqvodorlar uchun nima? Taglaridan anhorlar oqib turgan jannatlar, hur aynlar va hammasi kimga va'da qilingan? Taqvodorlarga va'da qilingan. Taqvo aslida hamma narsada, bozorda ham taqvo, yeyishda ham taqvo. Abu Hanifa rahimahulloh savdogar edi, lekin bizga o'xshab do'konda o'tirmasdi. Do'konga birovni nima qilgandi? O'tkazib qo'ygandi. Bir kuni kelgan mollar ichida bir aybli mol bor edi. Shunda sotuvchiga aytdi: molni sotayotganda aybini aytib sotingda, qolgan nimasini aybini aytib arzonga berib oling dedi. Kechqurun hisob kitob qilayotganda Abu Hanifa rahimahullohning o'yiga shu kelib qoldida, "Hali molni aytib sotdingizmi?" dedi. Sotuvchi: esimdan chiqib ketibdi, aybini aytib sotish dedi. Abu Hanifa rahimahulloh o'sha kungi bo'lgan savdoni shunday oldida bilardi u molning narxini. Shuni olib chiqarib qo'ysa ham bo'lardi. Lekin shu kungi savdoni oldida shunday bukladida, olib chiqib sadaqa qilib yuboring, buni uyga kirgizmang dedi. Bu hammasi nima? Taqvo buning barchasi. Luqmadagi taqvo. Abu Bakr radhiyallohu anhu ham biron bir luqmani qayerdan kelganini bilmasdan turib ko'tarmasdi. Odati shunaqadir. Uning bir mukotab quli bor. Mukotab degani o'zi qul bo'lgan. Keyin xo'jayin bilan kelishgan. Sizni masalan $10,000 olganmiz. $5,000 muncha yil tushlikkacha, peshingacha bizda ishlab berasiz. Qolgan $5,000 tushdan keyin chiqib ish qilib o'zingiz topib olingda, olib kelib berib turingda. Bu kelishilgan qul hisoblanadi. Tushunarligi? Yo'inki bir qul bor, domla ikkovimiz o'rtamizda u sherik. Ikkovimiz sherik bo'lib nima qilganmiz? Sotib olganmiz.
Domla aytdi menga, men o'zimni hissamni ozod qilib dedi. Demak, bu qul nima? Yarim kun bo'sh ozod. O'sha yarim kun men aytdim, "Yo'q, meni unaqa domladaqa pulim ko'p emas. Nima qilib bering? Biznikini bo'sh vaqtingizda olib kelib bering" dedik. U o'sha yarim kunda bozorga chiqib ishlab, mardikorlik qilib yo boshqa ish qilib, olib kelib beraveradi, hisoblab olib qolaveraman. Oxir bo'lgandan keyin ozodligini berib yuboramiz. Mana shu kelishilgan nima? Qul deyiladi. Bu qul, mana shunaqa qul bor. Bir kuni Abu Bakr radhiyallohu anhu roza tutgandi. Bu qul kechqurun keldida, og'zachar vaqtida bir idishda ovqat olib keldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu unutib, ovqat qayerdan kelganini so'ramay yeyordi. Qulam o'yladi so'raydi deb. So'ramay yeyorgandan keyin hayron qoldida, qulam musulmon edi. Aytdi, "So'ramay yedingiz-a?" dedi. "Ha, qayerdan keluvdi?" dedi. Deganda men avval dedi, ya'ni jahiliyat davrimda folbinlik qilardim dedi. Folbinlikni o'zi uncha o'xshatmasdim dedi. O'zi o'xshatadigani yo'q bular ichida. Amallaydi. Sizni eshigingiz ko'chaga qaragan desa to'g'ri aytdi deydi. Unda hamma eshiklar ko'chaga qaragan bo'ladi. Shu dedi, o'sha jahiliyat davrimda dedi bir kishiga fol ochib beruvdim. Haqqini bermay ketuvdi. Shu bozorda ko'rib qolib haqqini berdi, shunga sotib oluvdim ovqatsizga dedi. Qarang, o'sha davrdagi omonatni qarang yana. Abu Bakr radhiyallohu anhu nima qildi? U kishi nima qilishdan avval biz bo'lsak, yeb bo'lgan bo'lsak, endi Alloh kechirsin derdik. Yaxshimiz. Yo'inki to'xtatardik. Abu Bakr radhiyallohu anhu o'rnidan turib ketdi-da, qo'lini og'ziga tiqib, o'zini majburlab qayt qilib. Buni ko'rganlar Alloh sizni o'z rahmatiga olsin. Bu nima qilganingiz bunchalik hammi dedi. Deganda, chunki men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni eshitganman. Allohning g'azabida o'sgan bir tol tuk ham jahannamga kirishlikka loyiq deb eshitganman. Shunchadan buni chiqarib yubordim dedi. Mana bu nimadagi taqvo bu? Luqmadagi taqvo. Uylanishdagi taqvo. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarda Allohdan qo'rqinglar, chunki sizlar ayollarni Allohning kalomi bilan nima qilgansizlar? Halol qilib o'zinglarga olgansizlar dedi. Ayollarni nima qilishlik? Faqatgina uylanish niyatida ko'rishlik nima? Ruxsat. Boshqa o'rinda ularga qarashlik mumkin emas. Ansorlardan bittasi bir ayolni, ansoriya ayolni ko'raman deb xurmoning orqasida yashirinib orqasiga tushadi. Endi shuna qilib ko'radi ular, qiyin u vaqtlarda ko'rish. Hozir endi ular erkaklarni ko'radigan bir vaqtda yashayapmiz. Shun bilan hali ayol sezib qoladi-da, Allohdan qo'rqmaysizmi? Allohdan qo'rqmaysizmi? Bunaqa qarashlikka desa, men qo'rqaman. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim biron bir ayolga sovchi qo'ymoqchi bo'lsa, undan avval ko'rsin deganni eshitgandim, shuning uchun ko'ryapman degan ekan. Abdurrahman bin Sa'laba degan sahoba o'tgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning odatidan edi. Sahobalarni bu ishlarga yumshab turishlik. Bir kuni Abdurrahman ibn Sa'laba yosh yigit bir ishga yubordi. Yo'lda ketayotib
Ansorlarning eshigiga ko'zi tasodifan tushdi. Endi u vaqtdagi eshiklar yog'och eshik emas, temir eshik emas, plastik eshik emas, nima? Parda tortib qo'yardi. Bu parda ko'tarildida ichkaridagi xonalar ham bitta xona bo'ladi. Unaqa xona bo'lib ketmagan. İchkarida yuvinayotgan ayolga ko'zi tushib qoldi. Darrov Allohga tavba qildi. Ey Abdurrahman dedi. O'ziga o'zi aytibdi. Yo Alloh boshingdan bir azob tushiradi. Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam seni munofiqlardan deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam seni bir ishga yo'llab turibdi-yu, sen odamlarning avratlarini ko'rib yuribsan deb qo'rqib ketib, Makka bilan Madina tomondagi toqqa ketib qoladi. Bir kun o'tadi, 2 kun o'tadi, 3 kun o'tadi, Abdurrahman ibn Sa'labadan xabar yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ey Umar, ey Hamza, ey faloncha, Abdurrahmandan xabar bormi? Yo'q. Yo'q. Qaranglar dedi. Har bir zamonda o'sha vaqtga qarab ilmlar bor. Masalan, hozir ham bunday telefonni, uyali telefonni qaraydi-da, ha bu kishiniki oddiyroq Xitoyniki ekan, buncha deb aytadi. Buni ichida qancha miga 10 ha biladi, qarang, biz bilmasak ham. O'zlari biladigan nimalar bor, narsalari bor. Shunga o'xshab o'sha vaqtda sahroda oyoq izidan topadigan ilm bor edi. Va shu oyoq izini olishiga qarab turib shunday yuradigan bo'lsa, qancha vaqtda qayerga yetganini ham ular hisoblardi taqribiy. Yo'inki mana Badr jangida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radi. Ular qancha dedi? Bilmayman dedi. Qancha tuya so'yishyapti dedi. Muncha degan, ha, unda ular munchadan munchagacha bo'lishi mumkin dedi. Biladi o'zlari, to'g'rimi? Hozir masalan, xo'p, bir tiriga qancha somon ketadi desak, qayoqning somoni deb aytadi. Darrov nima qilib beradi? Chiqarib aytib beradi. Shunga o'xshash har bir zamonning nimasi bor? O'lchami, ilmi bor. Ular darrov oyoqdan qaysi tomon ketganlarini bilishardi. Keyin bizga o'xshab ham odam ko'p emasdi, hamma yoqni oyoq bosib ketadigan darajadagi. Xullas, ular Makka bilan Madina o'rtasidagi ketayotib, bir cho'pondan bu kishi haqida so'rashdi. Cho'pon aytdiki, bilmayman dedi. Kimni so'rayotganinglarni, lekin kechki payt mana shu tog'ning tepasidan bir yigit bizga tushadi. Juda birini o'ltirib qo'ygan darajadagi yig'i bilan tushadi. Biz ozroq sut beramiz. Sutni ichadida yana chiqib ketadi tog' tepasiga dedi. Keyin Umar ibn Xattob qiziqdi. Qaysi vaqt tushadi? Poda qaytgan vaqtda tushadi dedi. Qarab turuvdi, o'sha vaqtda tog'ning tepasidan boshini quyi solib, xuddi suvga tushib qolgan nima kabi, qush kabi qanoti siniq bo'lib tushib kelyapti. Abdurrahman ibn Sa'laba darrov u kishini nima qildi? Ushlab olishdi. U kishi qo'rqib ketdi-da, qo'yinglar meni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni munofiqlardan dedimi dedi. Yo'q, aytmadi. Yo men haqimda biron bir oyat tushdimi dedi. Xabarimiz yo'q dedi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizni chaqiryapti dedi. Va olib ketdi. Madinaga kelganda qorong'u tushib ketgandi. Va u kishi og'irlashib qoldi. Uyiga olib borib qo'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga olib kelgan xabarini aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tong bo'lib o'tirsin demadi-da, darrov chiqdi va Sa'laba radhiyallohu anhu endi yotgandi. Boshini ko'tara olmay og'irlashib qolgandi. Bordi-da sonlari ustiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishining boshini qo'ydi. Shunda Sa'laba radhiyallohu Abdurrahman ibn Sa'laba aytdiki:
Ya Rasululloh, gunohkor bu boshni siz pokiza soningizga qo'ymang dedi. Endi shu yerda qarang. Bu kishi internetdan shunaqa narsani topdimi? Yo atay shunaqa diskni olib kelib ko'rdimi? Yo atay shu mahalladan yurdimi? Yo'q. Ko'zi tushib qoluvdi shunchalik. Shu bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unaqa demang. Siz nimani sezyapsiz deganda aytdiki, men dedi tanamda bir qora qurt yurganday bo'lyapti, qumursqa dedi. Shuni sezyapsizmi dedi? Ha, shuni sezyapman dedi. Bu o'lim kelib qoldi sizga dedi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lida jon berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshchiligida tez u kishini yuvib kafanladi. Shu bilan janozasini o'zlari o'qidi. Ko'tarib olib ketayotganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oyoq uchi bilan yurardi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, odam ko'pmasu, ha bemalol yursangiz bo'lmaydimi deganda, ey Umar, agar bilganingizda edi, osmondan tushgan shunchalik ko'p farishtalarni siz ham oyog'ingiz uchida yurgan bo'lardingiz. Bu haqiqiy nima hisoblanadi? Taqvo hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ayollar fitnasidan qo'rqinglar, taqvo qilinglar. Chunki Banu Isroildagi fitna, eng birinchi fitna nimada bo'ldi dedi? Ayollarda bo'ldi dedi. Boshqa bir hadisda bo'lsa, men sizlarga ayollardan ko'ra kattaroq taqvoni nima qilmayapman? Tashlab ketmayapman. Taqvoning uylanishdagi yana bir turi, agar onangiz aytib qolsa, men sizni tug'ayotgan vaqtimda shahar tug'ruqxonasida falon rayondan yo falon qishloqdan ham bir ayol bor edi. U ayolning ismini bilmayman. Shu qizni ham emdirganman desa. Yo shu qishloqdagi 2-3 ta qizni emdirib yuborganman desa. Ular nima bo'lib qoladi? Singil bo'lib qoladi. Endi uning kimligi aniq bo'lmagandan keyin shu qishloqdan uylanish ham bu kishiga nima bo'ladi? Harom bo'ladi. Mana bu taqvoki mutlaq u qishloqdan yo shu rayondan shu tomondan mutlaq nima qilmaydi? Shu viloyatdan, nohiyadan uylanishga bo'lmaydi. Savdodagi taqvo ko'pchilik shikoyat qiladi, domla yolg'on gapirmasa bo'lmaydi, uncha-muncha yolg'on gapirib turamiz deydi. Biz aytamiz, olgan bahoyingizni hech kim so'ramaydi, aytmang. Narxni bozor ko'taradigan qilib qo'ying. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yolg'on qasam molni o'tkazadi, ammo barakotni ketkazadi deydi. Yo'inki aytish kerak, men o'zi nima? Non talabman. Mana shuni oldik, narxi qolsa sotamiz. Avvallar aytardi, sahobalar davrida munchaga oldim derdi. Hozir munchaga oldim desangiz bozorda, undan pastiga so'raydi haqiqatda. Nima uchun? Chunki rost gap ko'tarilib ketganligi uchun. Agar rost shunchalik bo'ladigan bo'lsa, siz aytmang qancha bo'lgan. Bizga to'g'ri kelmayapti deng. Qolmayapti demang. Ba'zilarga o'xshash. Bizga to'g'ri kelmayapti. Bu nimadagi? Savdodagi nima hisoblanadi? Taqvo qilishlik hisoblanadi. Ishdagi taqvo. Ishdagi taqvo shuni yaxshi bilaylikki, har qanaqa dunyoviy ish bo'lsin, ish joyidan birovning haqqini olishlik. Agarchi davlatniki bo'lsa ham uni olishlikdan nima qilganmiz? Qaytarilganmiz.
u yerda bizga halol bo'ladigan narsasi shu maoshi. Keyin beradigan bo'lsa shu. Ammo boshqa o'rinlarda Alloh taolo va ta'awanu alal birri vat taqvo va la ta'awanu alal ismi val udwan. O'rtanglarda taqvoli va yaxshilik bo'lgan ishlarda bir-biringlarga yordam beringlar. Gunoh va adovatga sabab bo'ladigan ishlarda nima bermanglar? Yordam bermanglar bir-biringlarga deydi. Farzandlar ichidagi taqvo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ittaqulloha va'dilu bayna avladikum. Allohdan qo'rqinglar va farzandlaringlar o'rtasida adolat qilinglar dedi. Bu hadisni eshitgandan keyin sahobalar bolalarining bittasini o'pib qo'yadigan bo'lsa, barchasini o'pib qo'yardi. Bolalar o'rtasida adolat qiling degani pul bersangiz hammasiga bir xil bering. Qachon boshqacha bersa bo'ladi? Qachon bittasi 1-sinfda o'qiydi. Ikkinchisi yoki kichkinasi 1-sinfda yo 2-sinfda o'qiydi, kattasi institutda o'qiydi. Ikkovining xarajati bir xil bo'ladimi? Yo'q, bir xil bo'lmaydi. Ikkoviga ham berasiz, lekin bittasiga berib, ikkinchisiga bermay qo'yasiz, xarajatiga qarab turib berasiz. Tushunarliga? Kattasiga 1000 tanga bersangiz, maktabdagiga 100 tanga berasiz. Masalan u. Ya'ni domla 100 tanga bergan deb nima qilmang? Bu masalan deb aytyapmiz. Taqvo ko'p oilaliklar o'rtasidagi taqvo. Ya'ni bir kishining nimasi bor? 2 ta yoki 3 ta yoyinki qo'rqmay aytyapsizlarmi? 4 ta ayoli bor. O'rtada nima qilishlik? Taqvo qilishlik, bu adolat bilan bo'ladi. Adolat ham ikki narsada. Birinchisi kechani bo'lib berishlikda, ikkinchisi nafaqani bo'lib berishlikda. Lekin bu yerda ham ulamo aytadiki, birinchi ayolingizdan 4 ta farzand bor, ikkinchi ayolingizdan 3 ta farzand bor, uchinchisidan adashmaysiz-da. 2 ta yo bitta farzandingiz bor. Hammasiga nafaqa bir xil bo'ladimi? Yo'q, chunki ular sarflanadigan bolalar o'zi ko'p. Ammo har biriga o'ziga bir-biridan kuylak olib bormoqchi bo'lsangiz, unda bir xil bo'ladi. Oilaviyda qanaqa bo'ladi? Bir xil bo'lmaydi naqada. Lekin bittasiga bersangiz, boshqasiga ham nima qilasiz? Berishlik lozim bo'ladi. Mana shunaqa har bir o'rinda Allohdan nima qilishlik? Qo'rqishlik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim 2 ta ayolga uylansa-yu, ikkinchisiga moyil bo'lib ketadigan bo'lsa, bir tomonga moyil bo'lgan holatda qiyomatda qo'poriladi dedi. Taqvo sheriklar o'rtasida. Bu hammamizga ham kerak bo'lgan nima? Masaladir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam agar 2 ta sherik bo'lib bir-birini aldamasa, nima qilsa? Aldamasa, sadoqat bilan tursa, yashirmasa, uchinchisi Alloh bo'ladi dedi. Bunaqa sheriklar juda o'zi qomadi desak ham bo'laveradi hozir. Shuning uchun ham xalqimizda sheriklik oshni it ichmas degan maqol bor. Lekin haqiqiy sheriklik mana shunaqa bo'lmoqlik kerak. O'rtadagi taqvo shu darajaga da olib kelmoqlik kerakdir. Taqvoning foydalaridan yana bittasi va eng muhimi desak ham bo'laveradi, Allohning muhabbatiga erishishlik ekan. Bu katta taqvoning foydalaridan. Alloh subhanahu va taolo barchamizni ham taqvodorlardan qilsin. Taqvomizni ziyoda qilsin. Taqvo libosi bilan qalbimizni ham, a'zolarimizni ham o'zi ziynatlasin. Xo'p, savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.
Men ayolimga kirilcha harf bilan Qur'on yozib ber, yodlayman desam, u yo'q. Kirilda bo'lmaydi. Arab harfini o'rganib, shu bilan yodlang, gunohkor bo'lasiz aks holda deydi. Shunga kirilchada yodlashga bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Rahmat. Alloh rozi bo'lsin debdi. Ayolingizdan ham, o'zingizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Chunki haqiqatan ham kiril harfida yodlashganlarning hammasiniki xato desak ham bo'laveradi. O'z tilidagi, ya'ni o'z harfi bilan yodlaganga nima qilmaydi? Yetmaydi. Kirilda baribir u harflarning haqqi ado qilinmaydi. Biz hozir bir masjidda, o'zimizning mahalla masjidimizda endi hamma joyda dars beryapmiz, ammo mahallaga ham foydamiz tegsin deb shu namozxonada haftaning ma'lum kunlarida Qur'ondan dars boshladik. Hammasi o'qishyapti, juda tez ketyapti o'qish. Men buni sizlarga targ'ib uchun aytaman, maqtanish uchun emas, targ'ib bobidan. Harfni agar boshlasanglar harfdan, yaxshi o'qigan odam 2 haftada, juda dangasa bo'lgan odam 1,5 oyda Qur'onni yaxshi o'qiydigan bo'ladi. To'g'rimi qara aka? Shuning uchun ham hozir nima ko'p, alhamdulillah domlalar ko'p. Tez kelishib shu narsani shunaqa uyushtirsanlar bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida ham ilm halaqalari bor edi. Qur'on halaqalari. Domla Qur'onni ochadi. Masalan, aytaylik, alhamdulillah nima qilmoqchi? Boshlamoqchi. Mana shunaqa bir halaqa bo'lib o'tirishadi. Hamma bir ketayotgan bo'lsa, shu domla alhamduni o'qiydi, to'liq. Keyin o'ng qo'lda o'tirgan odam alhamduni o'qib beradi. Fotiha surasini, undagi xatolarni domla tushuntiradi. U yoq tushuntirayotgan vaqtda halaqada o'tirgan boshqa joylar, boshqa odamlar ham uni nima qilib oladi? Tushunib oladi. Ikkinchi odam o'qiydi, uni ayblarini aytib beradi. Uchinchi odam yana keyin takrorlaydi. Keyin aytaylik orqa tomondan 30-poradaga o'tadi-da, o'sha Nas, Falaq, Ixlos suralardan o'qiy boshlaydi. Mana shuna qilib haftada 2 kun, 3 kun dars qilinadigan bo'lsa, Qur'onni to'liq o'qiydigan bo'ladi. Nima uchun kirilchada xato? Rus tilining o'zida ugol va ugol desa farq bormi ikkisida? Bittasida nima? Ko'mir, ikkinchisi burchak. Arab tilida bitta, masalan aytaylik, s harfi 3 xil chiqadi. Uchovi ham 3 xil nimani beradi? Ma'noni biladi. O'zbek tilida, kirilda bu 3 xil s yoziladimi yo bitta o'zimiz s aytiladi? Bittasi aytiladi. Demak, u nima chiqaveradi? Xato chiqadi. H harfi, xatdagi x. U ham arab tilida 3 xil chiqadi. O'zbek tilida bitta. Demak, o'sha bitta qilib, bir xil qilib yozilgan, bir xil qilib aytilishi bilan u nima chiqaveradi? Xato chiqaveradi. Endi hozir keldi-yu vaqtda o'qiydigan vaqtinglar. Hamma masjidlarda kelishib shu narsani o'qib olmasak, ertangi kunda endi biz uchun uzr yo'q hozir. Kimni Qur'oni yo'q desa, tekinga Qur'on bor, beramiz. Sharti o'qishlik. Kimga domla yo'q deb kelsin, mana domla deymiz. Xohlang kechqurun falon joyda dars bo'lyapti, xohlang kunduz kun. Avvallari domlalarni ko'pchiligi tojik tilini bilardi. Nima uchun? O Tojikistonga, Isfara, Dushanbaga borib nima qilardi? Dars olardi. Keyin borib vodiydan dars olishadi. Hozir hammaga ham o'zimizdan, yana asrlarni tilidinida. Har kuni domlalar nima qilyapti? Dars berishyapti. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Masjidlarda beryapti. Endi bizga nima uzr bor hozir? Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: "Va kadalika nahshuruhu a'ma, qala robbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadalika al-yawma tunsa.
Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma degan bosh. Va uni qiyomat kunida a'ma, ko'zi ko'r holatda tiriltiramiz. U aytadi: "Robbim, men dunyoda ko'rardim-u, nima uchun meni ko'zimni ko'r qilib tiriltirding?" desa, senga mana shunday bizning oyatlarimiz keldi, sen uni unutding, endi unutganing kabi bugun ham unutilasan deydi. Shu yerda o'tirganlarning ko'pchiligi 90-yillar muallim sonini o'qigan. To'g'rimi? Bir gurra masjidlarga kelish, masjid yangi ochilish vaqtida hozir shu yoshlar bola chaqali bo'lishdi. Hammasi ko'pchiligi o'qishgan. Keyin esdan chiqib yubordi. Bu ular uchun bo'lgan bir xitob bo'lsa, ikkinchi xitob domla imomlar o'qinglar deb turib mana bunaqa eng erkin zamon bo'lib turgan vaqtda o'qimaganlar uchun ham bu nima hisoblanadi? Xitob hisoblanadi. Shuning uchun ham boshqa kunlari mana domlalar bu yerda tayyor xizmat qilishadi, kelib o'qinglar. Kitob yo'q bo'ladigan bo'lsa, kitob beramiz, bor kitob. Qarang, domla ham tekin. Kitob ham tekin. O'qiydigan joyingiz ham tekin tayyor. Mukofoti qanday katta mukofot. Ammo afsuski o'quvchi yo'qda. Eslang endi bundan 50 yil avval, 60 yil avval, 80 yil avvalgi dodalar vaqtini eslang. Bir kitoblarni, bugun ham bir kitoblarni olib kelishni ko'rdim. Bir eski kitoblarni o'rab kechasi yashirinib o'qishgan. Agar shular kelsa, bu zamonlarni ko'rsa, keyin siz bizga o'sha o'zidan hassasi bilan boshimizga urgan bo'lardi. To'g'rimi? Alloh subhanahu va taolo barchamizni ham Qur'onni o'zi rozi bo'ladigan darajada o'qishlikka o'zi tavfiq bersin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka va atubu ilayk. Rahmat.